tanalar atrofi va qator oraliqlari to'prog'iga ishlov beruvchi faol ishchi organli motoblokni taklif etyapmiz. Mashina massasi 110 kilogramm bo'lib, bu asosan qator oralarini 10 santimetrgacha chuqurlikda yumshatadi, begona o'tlarni yo'qotadi, begona o'tlar qoldiqlarini to'proq bilan aralashtirib, mayin holga keltirib ketadi. Mashinaning ish tezligi 0,5 metr/sekund. Mashinaning quvvati 15 ot kuchiga ega. Mashinani eng asosiy tomonlaridan bittasi buni ishga tayyorlash jarayoni hisoblanadi. Ya'ni yurish g'ildiraklari yechiladi va unga qaysi kenglikdagi bizga oraliq kerak bo'lsa, rostlanuvchi faol ishchi organ tizamiz va g'ildiraklar o'qlariga joylashtiramiz va uni ish rejimini tanlaymiz. Ishlatish jarayonida begona o'tlarning balandligi 10-15 santimetr atrofida bo'lgan, to'proqning qattiqligi 1-1,5 megapaskal atrofida, namligi esa 20% gacha bo'lgan issiqxona to'proqlarida foydalanishga tavsiya etiladi.